Hop, bugungi darsimizda natural sonlarni ko'rib chiqamiz va bularning tarkibidagi tub sonlar. Hop, biz birinchi boshlaymiz. Biror bir natural sonni bo'luvchiga kanonik yoyilmasi ko'rinishida yozib olishimiz kerak. Olaylik, P1 darajasida alfa 1 ko'paytirilgan P2 darajasida alfa 2 ko'paytirilgan P3 darajasida alfa 3 va hokazo PK darajasida alfa K. Bunga misol uchun ko'rishimiz mumkin 18 ni bo'luvchilarga ajratsak 18 ni bu yoqdan yozaylik. Hop, 2 ga bo'lamiz 9, 3 ga bo'lamiz 3 3 1. Va endi yozamiz 18 ni teng 2 ni birinchisi 3 ni kvadrati. Hop, bizda mana shu 18 da yozsak n teng 18, ya'ni 18 natural son. Hop, P1 2 ga teng, P2 3 ga teng. Bo'ldi. P1 bilan P2 bor. P3, PK lar 18 da mavjud emas. Hop, alfa 1 1 ga teng. Endi bu alfa 2 2 ga teng. Hop, bundan xulosa qiladigan bo'lsak, P1 ni o'rnida bizda doim tub sonlar keladi. P1 P2 va hokazo PK tub sonlar. Tub son bo'ladi. Tub sonlar. Alfa 1 alfa 2 va hokazo alfa K daraja. Sonning darajasi. Tub sonlarning darajasi deylik. Tub sonlarning darajasi. Xo'sh. Ana endi keyingisiga o'tamiz. Bu kanonik yoyilmasi bo'lib, kanonik yoyilmasi yozib qo'yaylik. Sonning kanonik yoyilmasi desa, mana shu ko'rinishda bo'ladi. Kanonik yoyilmasi. Yozamiz. Bundan kelib chiqadi bizda sonning natural bo'luvchilar sonini topishimiz kerak. Ya'ni shu natural bo'luvchilar soni NB'si qanday topiladi? Darajalariga alfa 1 qo'shilgan 1 alfa 1 qo'shilgan 1 ko'paytirilgan alfa 2 qo'shilgan 1 darajalarga 1 qo'shib ko'paytirishimiz kerak va hokazo alfa K qo'shilgan 1. Bu natural bo'luvchilar topishni formulasi. Buni keltirib chiqsam bo'ladi. Hop, bundan keyingisi yana foydalanamiz. NBY natural bo'luvchilar yig'indisini topish kerak. Natural bo'luvchilar yig'indisini so'rasa. Bu qanaqa bo'ladi? Xo'sh. Bunda mana shu P1 darajasi alfa 1 ga 1 ni qo'shib, o'zidan 1 ni ayirib tashlaymiz. Taqsim darajasini tashab ketib 1 ayiramiz. Ko'paytirilgan P2 ga ham xuddi shunday qilamiz. Alfa 2 qo'shilgan 1 ayrilgan 1 taqsim P2 ayrilgan 1 va hokazo. Endi sizda berilgan son, so'rayotgan sonni kanonik yoyilmasi nechta bo'lishiga qarab bajaraverasiz. P1, P2, P3 da, P4 da, PK da. Shuning uchun yozib ketamiz. Hop, PK
alfa k plus 1 o'zidan 1 ayiramiz. Taqsim pk ayrilgan 1. Mana bu mahrajida darajasi yozilmagan holatda bo'ladi. Ko'paytiriladi. Bular hammasi. Bu natural bo'luvchilar yig'indisi. Xo'p, keyingisini ko'radigan bo'lsak, tub bo'luvchilar yig'indisi. Shu natural sonning tub bo'luvchilar yig'indisi bo'lsa, bundan nima bo'ladi? Biz aytdik, P1, P2 va hokazo pklar bular tub sonlar. Demak, mana shularni qo'shib qo'yasiz. P1 qo'shilgan P2 qo'shilgan P3 va hokazo pk. Tub sonlar yig'indisi. Mana shunday topiladi. Xo'p, keyin bizda aytishim mumkin, n son, natural sonining bo'luvchisi P1 bo'lmaganlarining nechta? Xo'p, n sonini nechta bo'luvchisi P1 ga bo'linmaydi deb bizga savol beriladigan bo'lsa, n sonini nechta bo'luvchisi P1 ga bo'linmaydi. Mana shu ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, P2 alfa 2 ko'paytirilgan va hokazo pk darajasida alfa k. Xo'p, mana shu holatda P1 ga bo'linmaydigan bo'luvchilar nechta? P1 ga bo'linmaydigan bo'luvchilari so'rasa, biz bunda P1 qatnashmaganlar, ya'ni P1 dan boshqa P2 dan Pk gacha bo'lganlarning darajasini bir qo'shib olamiz va ko'paytiramiz. Ya'ni o'sha qaysiga bo'linmaydi desa, o'shani qatnashtirmaysiz darajasini. Alfa 3 qo'shilgan 1 va hokazo alfa k qo'shilgan 1. O'chiraylik. Qo'shilgan 1. Ana shularni ko'paytirib qo'yamiz. P1 ga bo'linmaydigan bo'luvchilar nechta desa. Xo'p, davom etamiz. Agar P1 ga bo'linadigan bo'luvchilarni so'rasa, P1 ga bo'linadigan ikkinchi holat P1 ga bo'linadi. P1 ga bo'linadigan bo'luvchilari nechta? Buni topadigan bo'lsak, siz xuddi shunday endi bu holatda alfa 1 ni ham olasizda, 1 qo'shib ko'paytirasiz. Alfa 2 alfa 2 qo'shilgan 1 va hokazo alfa k qo'shilgan 1 dan ayirib tashlaysiz. Mana bu P1 ga bo'linmaydiganlarini, ya'ni alfa 2 qo'shilgan 1 alfa 3 qo'shilgan 1 natijalar ayriladi. Bu P1 ga bo'linadigan bo'luvchilar kelib chiqadi. Hop, bunga misol tariqasida 2520 sonini oladigan bo'lsak. Hop, kelinglar shuni bo'luvchilarga ajratamiz. Kanonik ko'rinishda yozishimiz kerak. Xo'sh, 2 ga bo'linadi. 2 dan 6 0. Hop, yana 2 ga bo'linadi. 630 bo'ladi. Yana 2 ga bo'linadi. 3 1 5.
3 ga bo'linadi. 105 3 ga bo'linadi. 21 sal chalg'ili. 3 tadan bor 35 bo'ladi. 5 ga bo'linadi. 7 1. Ana. Endi yozib olamiz. 2520 ni teng 2 ni kubi 3 ni kvadrati 5 ni birinchisi va 7 ni birinchisi. Bizda shunday savol bo'lsin. 3 ga bo'linmaydigan bo'luvchilar nechta? 3 ga bo'linmaydigan bo'luvchilari nechta? Yoki bo'luvchilarni toping. Xo'p, bunday 3 ga bo'linmasin degan mana bu 3 ni darajasi bilan o'zini olmaymiz. Ya'ni qolgan darajasi bilan ishlab ketamiz. Nebisi topamiz? Nebisi 3 ni darajasini olmaymizda 2520 ga nebisi topamiz. Darajalarga 1 qo'shib ko'paytirardik. 3 ga 1 ni qo'shamiz. Ko'paytirilgan 1 qo'shilgan 1 ko'paytirilgan 1 qo'shilgan 1. Natija 16 ta. 3 ga bo'linmaydigan. 2520 ni nechta natural bo'luvchisi bo'lsa, shuni ichida 16 tasi 3 ga bo'linmaydi. Agar bo'linadiganlari nechta deydigan bo'lsa, o'zini nebisini topib olamiz. 2520 ni uchun nebisi topamiz. Xo'p. Bunda 3 ni ham olamiz darajasini. 3 qo'shilgan 1 2 qo'shilgan 1 1 qo'shilgan 1 1 qo'shilgan 1. Natija 4 3 2 2 64 bo'ladi. 64 bilan 48 bo'lar ekan. 48. Ana endi agar 3 ga bo'linadiganlari nechta deydigan bo'lsa, ana shu umumiy 48 tadan ayirib tashlaysiz 16 dan. 32 tasi 3 ga bo'linadi.